Siz hech o'ylab ko'rganmisiz, inson qalbi qanday poklanadi? Endi Arofning qolgan pog'onalari haqida gaplashamiz. 3. G'azab. Bu qavatda hamma joyini qalin tutun qoplagan. Ruhlar oldini ko'ra olmaydi. Bu hayotda g'azab ko'zini ko'r qilganligini anglatadi. Endi ular sabr va sokinlikni o'rganadi. Dangasalik. Bu yerda ruhlar tinmay yuguradi. Hayotda vaqtini bekor o'tkazganlar endi harakat bilan poklanadi. 5. Ochko'zlik va xasislik. Ruhlar yerga yuztuban yotadi. Ular boyligi haddan ortiq bog'langan edi. Endi kamtarlikni va yetarlikni o'rganadi. 6. Isrof va haddan oshish. Bu qavatda ruhlar ochlik va chanqoqlikni his qiladi. Hayotda me'yorni bilmaganlar endi me'yorning qadrini tushunadi. 7. Nafs. Eng yuqori qavat. Ruhlar olov ichidan o'tadi. Bu olov ularni kuydirish uchun emas, tozalash uchundir. His-tuyg'ular ortidan ko'r-ko'rona borgan qalblar endi o'zini boshqarishni o'rganadi. Aroq bizga shuni eslatadi: inson xato qiladi, lekin u o'z ustida ishlasa eng baland cho'qqigacha ko'tarila oladi. Keyingi post esa 3. va eng yorug' bo'lim — jannat haqida gaplashamiz. Agar sizga bu sayohat qiziq bo'lsa, like bosing, fikringizni kommentariyada yozib qoldiring va doimiy postlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifaga obuna bo'ling. Chunki sayohat endi eng yorug' manzil sari davom etadi.